Assalomu alaykum. 3-onlayn darsimizni boshlaymiz. Bu darsda biz qo'limdagi oq to'plamni birinchi mavzusini ko'rib o'tamiz. Keyingi darslarimizni shu to'plamning mavzulari asosida davom ettiramiz. Lekin faqatgina shu kitob bilan cheklanib qolmasdan 1-9 abituriyent misol masalalarini ko'ramiz. IDS misollarini ko'ramiz va sizlarning talablaringizga binoan boshqa kitoblarni ham ko'rib o'tamiz. Bugungi darsimiz bu kitobning birinchi mavzusi boshlang'ich tushunchalar hisoblashga oid misollar deyilgan. Bunga oid misollarni ishlash uchun biz birinchi va ikkinchi darslarni o'tdik. Birinchi darsda asosiy tushunchalarni o'tdik, ikkinchi darsda butun misollar ustida amallarni o'tdik. Endi buni misollarni bemalol ishlasak bo'ladi. Dars o'tish tartibi men kitobni ora-orasidan ishlab beraman. Uyga vazifa degan qismida esa uyga vazifa qolgan misollarni video dars ko'rinishida ishlab beraman. Shunda hech bir misol ishlanishsiz qolib ketmaydi. Birinchi misolga qaraymiz. Birinchi misolda 26 ko'paytirilgan 25 ayrilgan 25 ko'paytirilgan 24 qo'shilgan 24 ko'paygan 23 ayrilgan 23 ko'paygan 22 ayrilgan 12 ko'paytirilgan 8. Endi ko'paytmalarni bitta deb qaraymiz. Shunda bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 ta ko'paytma bor. Endi birinchi va ikkinchi ko'paytmaga qarasak, bir xil umumiy ko'paytuvchi bor. 25 bunda ham bor, bunda ham bor. Mana shu 25 ni qavsdan tashqariga chiqarib olsak, qavs ichida birinchi ko'paytuvchidan mana 25 chiqarib olsak, yondagi 26 qoladi. O'rtadagi minus ishorasini yozamiz. Keyin bundan ham 25 ni qavs tashqariga chiqarib olganmiz, 24 qoladi. Mana shu misol shu yergacha ishlandi mana. Endi keyingi ishorani qo'yamiz. Plus deymiz. Keyingi ikkita ko'paytmaga qarasak, bu bilan bunga qarasak, ikkalasida bir xil 23 bor. Shu 23 ni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. Qavsning ichida birinchisida mana 24 qoladi. O'rta minus, ikkinchisida 22 qoladi. Minus 12 ko'paygan 8 ni o'zini yozib olamiz. Yoki javobini yozsak ham bo'ladi. Endi davom ettiramiz. 25 ni o'zi qavs ichini bajaramiz. 26 dan 24 ni ayiramiz 2. Qo'shilgan 23 ni o'zi 24 dan 22 ni ayiramiz 2 minus 12 ko'paygan 8. Endi birinchi va ikkinchi ko'paytuvchida yana umumiy 2 bor mana. 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib olsak, birinchisida 25 qoladi, o'rta plus, ikkinchisida 23. Minus 12 ko'paygan 8. Endi 2 ko'paygan qavsning ichi 25 ga 23 qo'shsak 8 minus 12 ko'paygan 8. Buni ko'paytirsak 96 minus 12 ni 8 ga ko'paytirsak 96 teng 0. Endi 12 ko'paygan 8 ni o'zini yozdim. Birato'la shu yerda 96 deb yozib, oxirigacha 96 deb yozsak ham xato bo'lmas edi. Javob bir xil chiqadi. Yoki kimdir mana shu yerga kelgan paytda hisoblab yozadi. 25 ni 2 ga ko'paytiradi 50. 23 ga 2 ni ko'paytiradi 46, qo'shsak 96 minus 96 0 chiqarib qo'yadi. Bu ham xato emas. Misolni qaysi yo'l bilan ishlanishini ahamiyati yo'q. Muhimi javobi to'g'ri chiqsa bo'ldi. Shu to'g'ri javob bizga kerakli ballarni beradi. Lekin qulay usul bilan hisoblasak vaqtdan yutamiz. Endi o'chirib davom etib ketaveraman. Sizlar videoni qaytadan ko'rib tushunib olsalaringiz bo'ladi. Bunga vaqt ketkazmaymiz yoki to'xtatib qo'yib misolni ko'chirib yozib olsalaringiz bo'ladi. Keyingi misol 4-misolni ishlaymiz. 4-misolda 21 ko'paygan 13 qo'shilgan 24 ko'paytirilgan 13 qo'shilgan 45 ko'paygan 12
qo'shilgan 25 ko'paytirilgan 44 ayrilgan 89 ko'paytirilgan 24. Bu misolda ham bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta ko'paytma berilgan. Birinchi va ikkinchi ko'paytmada 13 bor bir xil, lekin bundan bu yoqda bir xilligi yo'q. Shuning uchun buni birinchi, ikkinchi ish qilib ishlasak, shu ikkalasini ishlab olamiz. Ikkalasida bir xil 13 bor. 13 ni qarshini tashqariga chiqarsak, 21 plus 24 bo'ladi. Buni javobi 13 ko'paytirilgan 45 bo'ladi. Keyingisi bilan bir xil 45 hosil bo'ldi. Endi ikkinchi ish shuni yozib olamiz. 13 ko'paygan 45 qo'shilgan misol davomi 45 ko'paygan 12 deb yozib olsak, ikkalasidan bir xil 45 chiqarib olsak, qarshi tashqariga 13 plus 12 bo'ladi. Javobi 45 ko'paytirilgan 25 bo'ladi. Endi buni qo'shishimiz kerak. Uchinchi ish deymiz. 45 ko'paygan 25 ga qo'shamiz 25 ko'paygan 44 ni. Ikkalasidan bir xil 25 chiqarib olsak 45 plus 44 bo'ladi. Bu 25 ko'paytiruv 89 bo'ladi. Endi oxirgi ish buni bajaramiz. Ya'ni 25 ko'paygan 89 dan ayiramiz buni. 89 ko'paygan 24. Ikkalasida bir xil mana 89 hosil bo'ldi. 89 qarshi tashqariga chiqarsak 25 minus 24 qoladi. Keyin bu 89 ko'paygan 1. 89 degan javob chiqadi. Demak, misol javob 89 ekan. Bunday javob C javob. Endi buni ham ketma-ket yozib ishlasa bo'lardi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi ish qilmasdan. Faqat misolni mana bu qismi yana qaytadan yoziladi, undan keyin bu qismi yana qaytadan yoziladi. Shunda uzun yozuv bo'lib ketadi. Shuning uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi ish qilib ishladik. Keyingisi birni ishladik, to'rtni ishladik. 6-misol oson. Oson bo'lsa ham osonlardan ham bitta ishlab beraman. 18 ayrilgan 12 bo'lingan 2 qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 3. Birinchi darsda o'tgan edik, 3 ta guruh amalari bor. Birinchi guruh qo'shish ayirish, ikkinchi guruh ko'paytirish bo'lish, uchinchi guruh darajaga oshirish va ildiz. Bu yerda ikkinchi guruh amalari bor, mana bo'lish ko'paytirish va birinchi guruh amalari bor, ayirish qo'shish. Demak, avval ikkinchi guruhlarni bajara olamiz. Buni bajaramiz, buni bajaramiz. Shunda 18 ni o'zini yozamiz, minus 12 ni 2 ga bo'lamiz 6, plus 5 ni 3 ga ko'paytiramiz 15. Endi faqat birinchi guruh amalari qolganda chapdan o'ngga qarab ketma-ketlikda bajariladi. Shunda 18 dan 6 ni ayiramiz 12, 12 ga qo'shamiz 15 ni. Javobi 27. Keyingi misol. Birinchi misolga o'xshash yana bitta misol ko'ramiz. 8-misolni ko'ramiz. 8-misolda 36 ko'paytirilgan 24 ayrilgan 33 ko'paygan 24 qo'shilgan 17 ko'paytirilgan 11 ayrilgan 14 ko'paytirilgan 11 qo'shilgan 18 ko'paytirilgan 16 va ayrilgan 15 ko'paytirilgan 16. Birinchi ikkita ko'paytmada bir xil 24 bor. 24 ni qarshi tashqariga chiqarib olsak, birinchisida 36 qoladi mana, o'rtadan minus, ikkinchisida 33 qoladi. Misol shu yergacha ishlandi. Plus qo'yamiz, keyingi ikkitasiga qaraymiz. Ikkalasida bir xil 11 bor. 11 chiqarib olsak qarshi tashqariga 17 o'rta minus, ikkinchisida 14 qoladi. Qo'shishni yozamiz, keyingi ikkitasiga qaraymiz. Bu ikkalasida bir xil 16 bor. 16 ni qarshi tashqariga chiqarsak, birinchisida 18 minus, ikkinchisida 15 qoladi. Demak, buni umumiy ko'paytuvchilarni mana qarsini tashqariga chiqarish deyiladi. Shunda 36 minus 33. Keyingisida ham umumiy ko'paytuvchi mana 11. 11 chiqarib oldik. Qarshi tashqariga 17 minus 14 qarsini chiqardi. Keyingisida umumiy ko'paytuvchi mana 16. 16 ni chiqarib oldik. 18 minus 15 qoldi.
Endi yana misolni boshiga kelamiz. 24 ko'paygan qausni ichini bajarsak 3 plus 11 ko'paygan qausni ichini bajarsak 3 plus 16 ko'paygan 18 dan 15 ni ayirsak 3. Endi uchala ko'paytmada ham bir xil umumiy ko'paytuvchi necha bor? 3 bor mana. Buni qausni tashqariga chiqarsak, birinchisida 24, o'rtaning ishorasi plus, ikkinchisida mana 11 qoladi. Yana o'rtaning ishorasi plus, uchinchisida 16 qoladi. Bunda 3 ko'paytirilgan qausni ichida 24 ga 16 ni qo'shamiz 40, 11 qo'shamiz 51. Javobi 153. Endi javob variantlarini o'zlaringiz topib belgilayverasizlar. Masalan, bunda E javob bo'ldi 153. Keyingi misol. O'ninchi misol. O'ninchi misolda 27048 ko'paytirilgan 27044 ayrilgan 27047 ko'paytirilgan 27043. Bu misolni ishlashimiz uchun buni turli xil yo'llari bor. Kimdir eng kichigini belgilab oladi, kimdir eng kattasini belgilab oladi. Ahamiyati yo'q. Demak, eng kichigi 27043, shu bilan qolganlarini ifodalab chiqamiz. Demak, 27048 ni o'rniga 27043 plus 5 deb yozaman. Mana shu 27048 shunga teng. Endi mana misolda ko'paytirish bo'lsa, ko'paytirish qo'yaman. 27044 o'rniga 27043 plus 1 deb yozaman. Mana 44, 43 ga 1 qo'ysak 44. Misol mana shu yergacha yozildi mana. Endi minus turibdi, minus yozaman. 27047 yozishim kerak. 27043 plus 4 yozsam 47 bo'ladi. Ko'paygan bunisini o'zini yozib qo'yaman. 27043. Demak, tepada 48, 44, 47, 43 edi. Men hammasini bir xil 27043 bilan ifodalab chiqdim. Endi men bu yerga yozib qo'yaman. 27043 teng biror bir harf. Masalan, A deb yozib qo'yaman. Endi shuni A deb belgilaganim uchun shuni o'rniga A yozib chiqaman. A plus 5. A plus 1. A plus 4. Ko'paytirilgan buni o'zini A deb. Ya'ni 5 ta raqam yozgandan ko'ra A deb yozish qulayroq. Shuning uchun belgilashgan. Endi ko'paytma bo'lgani uchun buni hadma-had ko'paytiramiz. Mana bu ikkalasini bu ikkalasiga ko'paytiramiz. Buni ko'paytirish uchun avval A ko'payadi bu ikkalasiga. Buni bajarib bo'lgandan keyin 5 ko'payadi ikkalasi. A ni A ga ko'paytirsak A ning kvadrati bo'ladi. A ni 1 ga ko'paytirsak plus A bo'ladi. Tugadi. Endi 5 ko'paytiramiz. Plus 5 ni A ga ko'paytiramiz plus 5A. Plus 5 ni plus 1 ga ko'paytiramiz plus 5. Endi ayirish turibdi, ko'paytirish turibdi. Ko'paytirish birinchi bajariladi. Shuning uchun bu ikkalasini ko'paytiramiz A ga. A ni A ga ko'paytiramiz A kvadrat, oldidagi minus ishora bilan minus A kvadrat bo'ladi. Plus 4 ni A ga ko'paytiramiz plus 4A, mana oldidagi minus ishora bilan minus 4A bo'ladi. Plusga minus ko'paysa minus bo'ladi. Endi bir xilliklarini topamiz mana. A kvadrat, buning ishorasi plus A kvadrat. Mana bu A kvadrat bor, buning ishorasi minus. E'tibor beramiz. Agar ishoralar har xil bo'lsa, plus ishora yozilmagan qoladi. Ishoralar har xil bo'lsa, ayriladi, qisqarib ketadi. Ishoralar bir xil bo'lsa, qo'shiladi. Demak, ishoralar har xil, A kvadratni aytsak 0 bo'lib ketadi. Mana bitta A, 5 ta A, oldida 1 bor, bitta. Bu 5 ta, bu minus 4 ta. Demak, bir xil bo'lgancha qo'shiladi. Bittaga 5 tani qo'shamiz, 6 ta A. 6 tadan ayiramiz 4 ta A ni. 2 ta A bo'ldi. Plus mana 5. Plus 5 ni o'zi. Endi bu 2A degani bu 2 ko'paytiruv A degani. Harf bilan son orasida ishora bo'lmasa ko'paytirish bor deb tushuniladi. Demak, shunday degan plus 5. Endi 2 ko'paytiruv A ni o'rniga 27043 ni A deb olganmiz. Shuni keltirib yozsak 27043 plus mana 5. 2 ni bunga ko'paytirsak 54086 bo'ladi. Bu 5 qo'shib qo'ysak 54091 bo'ladi deb javob bo'ladi.
Hop, qayerlarnidir tushunmay qolsalaringiz qayta ko'rib tushunib olsa bo'ladi. Keyingi misol. 13-misol ko'ramiz. 6 ni berilgan songa ko'paytirganda hosil bo'lgan son nuqta 44 ko'rinishda bo'lsa, berilgan son quyidagilardan qaysi biri ko'rinishida bo'lishi mumkin degan. Bu degani berilgan son deyapti. Berilgan son qayerda berilgan? Javob variantlarida berilgan. Shularni degan 6 ga ko'paytir deyapti. Demak, A javobda nuqta 24 turibdi. Shuni 6 ga ko'paytiramiz. 6 kara 4 24, 2 tilda 12, 2 tilda bilan 14. Demak, oxiri ikkita 4 bilan tugadimi? Bizda ham shuni tugashi kerak edi. Shart bo'yicha. Demak, A javob to'g'ri. Qolgan javob variantlarini ko'rmasak ham bo'ladi. Lekin mayli bittasini ko'ramiz. 19 ko'paygan 6. 9 kara 6 54, oxiri 4, 5 tilda 6 kara 1 6, 5 tildagi bilan 11. Ya'ni oxiri buni 14 bilan tugadi, mana 44 bo'lib tugamadi. Demak, bu javob emas. Keyingi javoblarni ko'paytirib chiqsak ham oxiri 44 bilan tugamaydi, chunki testda bitta to'g'ri javob bor. Shuning uchun qolganlarni ko'rishimiz shart emas. Keyingi misol ko'ramiz. 15-misol ko'ramiz. 50 dan kichik tub sonlar nechta degan. 15 ni o'rniga 16 ni ko'ramiz. 15-misolni o'zlaringizga qoldirdim. Chunki birinchi darsda tub sonlarni o'tganmiz. 50 gacha sanab qo'ysak nechtaligi chiqadi? 16 ni ko'ramiz o'rniga. N raqamining qanday qiymatida 50 plus n soni eng kam tub ko'paytiruvchiga ajraladi. Eng kam tub ko'paytiruvchiga ajraladigan sonlar bular tub sonlarning o'zi hisoblanadi. Masalan, tub son 5 tub ko'paytiruvchiga ajrat desa, yoniga 5 yozib qo'yamiz 1. O'zi. Yoki 17 tub ko'paytiruvchiga ajratsak 17 1 yozib qo'yamiz. Murakkab sonlarni hech bo'lmasa ikkita bo'lsa ham ajratamiz. 2 ga bo'lamiz, 3 ga bo'lamiz, 1 mana ikkitaga ajratamiz. Lekin tub songa faqat o'zi yozib qo'yiladi bu. Shuning uchun savolda eng kam tub ko'paytiruvchiga ajralsin degani bu mana shu 50 plus n tub son bo'lsin degan. Demak, 50 dan katta tub sonlarni ko'ramiz. 50 dan katta tub son 53 tub son bor. 55 5 ga bo'linadi, 57 3 ga bo'linadi, 59 degan tub son bor. Undan keyingilari ham bor. Masalan, 61 bor, 67 bor va hokazolar. Endi savolda n raqamining degan. N raqam bo'lsa 0 dan 9 gacha bo'ladi. Demak, n bo'lishi mumkin necha? 3 qo'ysak 53 bo'ladi. 3 bo'lishi mumkin, 9 qo'ysak 59 bo'ladi. 9 bo'lishi mumkin. 61 bo'lishga 11 yozishimiz kerak. 11 degan raqam yo'q. Shuning uchun 3 bilan 9 degan javob javob ekan. Keyingi misol 18-misolni ko'ramiz. 18-misolda 31, 32, 33, 34, 35, 36 va hokazo 79, 80. Mana shu tartibda 31 dan 80 gacha sonlar yozilgan deyilgan. Shu sonning raqamlari yig'indisini toping. Buni raqamlari yig'indisini topishni 3 ta usuli bor. Eng mashhur usullardan biri formula ko'rinishida ko'pchilik 5n plus 80 deydi. Bu formula qachon ishlaydi? Bu formula 50 ta ketma-ket kelgan natural son lar uchun ishlaydi. Unda ham natural son 99 gacha bo'lsa ishlaydi, 3 xonali bo'lsa ishlamaydi. Shuni ishlasak bo'ladi. Misolimizga qaraydigan bo'lsak, 1 dan 80 gacha 80 ta son bo'lsa, 30 tasi yo'q mana, 1 dan 30 gacha yo'q. Demak, shu yerda 50 ta ketma-ket kelgan son bor. Shuning uchun mana shu misolda mana bu formula ishlaydi. Endi biz oxirgisini olishimiz kerak. Hisoblab qo'yamiz. 5 ni ko'paytiramiz 80 ga.
qo'shamiz. Bu 80 har doim formulada bor. Shuni qo'shib qo'ysak, javobi 480 bo'ladi. Yoki yana bitta to'plamdagi misolni shu formula bilan ishlaydigan bo'lsak, 18, 19, 20, 21 bir xil ekan. 21-misolni ishlaydigan bo'lsak, 11, 12, 13, 14 va hokazo 59, 60 deyilgan. 1dan 60gacha 60 ta son bor. Bundan 10 tasi yo'q. Mana 1dan 10 gacha, demak 50 ta. Demak bu ham 50 ta bo'lgani uchun formulani qo'llasak bo'ladi. Endi oxirgisini olamiz. 5n 5 ko'paygan 60 plus 80 qo'shib qo'ysak 380. Demak bu A javob mana 18 da 480 B javob deb ketsak bo'ladi. Endi mana bu misollar 50 ta emas, 51 ta bo'lsa-chi, masalan 81 gacha bo'lsa-chi desa, unda 80 gacha hisoblaymiz 50 tani, bittani alohida hisoblaymiz. 8 ga 1 ni qo'shamiz 9, 489 bo'ladi. Yoki 49 ta bo'lsa-chi desa, 79 gacha bo'lsa, unda ham 80 ni o'zimizdan yozib olib 50 ta qilamiz. Keyin 8 ga 0 ni qo'ysak 8 ayirib qo'yamiz, 472 bo'ladi. Endi 49 ta 51 ta bo'lmasdan 35 ta bo'lsa-chi, 72 ta bo'lsa-chi, 60 ta bo'lsa-chi degan savol tug'iladi. Unda bu formula ishlamaydi. Yoki 50 tasini qo'shib qolganini alohida hisoblash kerak. Shunday paytda biz eng sodda usul bittalab qo'shib chiqish usulini ko'ramiz. Men 5-sinf bo'lgan paytimda shunaqa qilib qo'shib chiqar edim. To'g'ri, qo'shib chiqib hisoblaganman. Javob to'g'ri chiqdi. Demak, 31 dan 39 gacha yozib olamiz. Buni har doim ham yozib olmaymiz, sizlarning tushunishlaringiz uchun yozyapman. Ularni bariga qarasak, birinchi raqami 3. Birinchi raqam haqida gapiryapman. 3, hammasini birinchisi 3. Va bu yerda 31 dan 39 gacha birinchi raqami 9 ta 3 plus ikkinchi raqamlari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 dan 9 gacha qo'shsak 45 bo'ladi. Birinchi darsda aytganman. 3 kere 9 27 plus 45 qo'shsak 72. Endi 40 dan 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Yozayotganim sababi tushunishlaringiz uchun. Endi 4 dan bitta ko'paydi mana. Bu yoq 9 ta 10 ta bo'ldi. Birinchi raqamlari 4 dan 10 ta, ikkinchi raqamlari 0 dan 9 gacha. 0 ni qo'shgan bilan baribir 45 bo'ladi. Shuning uchun 45. Qo'shsak 85 bo'ladi. Endi bu yog'i 50 dan 59 gacha deymiz. 5 dan 10 ta plus 45. 50 45 95. 60 dan 69 gacha 6 dan 10 ta 45. 105. 70 dan 79 gacha 7 dan 10 ta plus 45. 115. Va bitta 80 qoldi. Mana oxirgisi. Bunda 80 da bitta 8, bitta 0 degan raqam bor. 8 chiqadi. Endi mana javoblarni barini qo'shib qilsak, yechim chiqadi. Masalan, 72 ga 8 qo'shamiz 80. 85 ga 115 qo'shamiz 200. 95 ga 105 qo'shamiz 200. Oxirgi javob boyagi 480 degan javob. Shunaqa hisoblab chiqsa bo'ladi. O'zim misolni mazmunini aytmayman, misolni ma'nosi raqamlarni qo'shib chiqib, 3 ga 1 ni qo'yish, keyin yana 3 ni qo'yish, 2 ni, 3 ni, 3 ni, 3 ni, 4 ni, shunday qo'shib chiqsang, qo'shilgan 7, qo'shilgan 9, qo'shilgan 8, qo'shilgan 0, shuni top degan. Barcha raqamlarni qo'shib chiqdik. Biz barcha raqamlarni birma-bir qo'shib chiqdik, 480 chiqdi. Eng yaxshi usul shu, chunki hech qanaqa xato bo'lmaydi, hech narsa tushib qolmaydi, qolib ketmaydi, har doim to'g'ri chiqadi.
Endi yana bir usuli bor. Bu usulni mana orada qolayotgan misollarni uyga vazifa degan qismida video darsda o'rgataman. Endi keyingi misol 22-misolni ko'ramiz. 22-misolda A, B, C 3 xonali songa M, N 2 xonali sonni qo'shib degan biz 4 xonali F, E, D, P son hosil qilishimiz kerak. Hosil qilib bo'lgandan keyin F ning M plus N'inchisi qo'shilgan A ning F'inchisi. Shu ifodani javobini topishimiz kerak ekan. Endi xohlagan 3 xonali songa 2 xonali sonni qo'shib 4 xonali chiqarishimiz kerak. Sharti 4 xonali chiqishi kerak. Endi 900 bilan boshlangan songa 2 xonalini qo'shsak 1000 chiqadi. Boshqa holatda chiqmaydi. Shuni qo'shsak, masalan, 1037 bo'ldi. Shunaqa. Adashmasam, Eminchidan tug'ilgan yili, o'lgan yilini yozdim. Balki adashgandirman. Xo'p, endi A bizda 9, mana B 8, C 0, M N'lar mana F, E, D, P. Harflar takrorlanmasin demagan shartida, shuning uchun farqi yo'q. Mana M ham 7 bo'ldi, P ham 7 bo'ldi. Buni ahamiyati yo'q. Endi mana bu ifodani topamiz. F nechiga teng ekan? 1 ga teng ekan. M N 5 bilan 7 ga teng ekan. A bizda 9 ga teng ekan. F bizda 1 ga teng ekan. 1 ni 12-darajasi hisoblashimiz kerak. 5 ga 7 bo'lsa 12. 1 ni har qanday darajasi 1 ga teng. Chunki mana 1 kara 1 1. Yana 1 ga ko'paytirsak 1. Yana 1 ga ko'paytirsak 1. 100 marta ko'paytirsak ham baribir 1 chiqadi. Shuning uchun 1 ning 12-darajasi ham 1 ga teng. Har qanday sonni 1-darajasi o'ziga teng. 9 1-darajasi 9 ga teng. Qo'shsak 10 degan javob hosil bo'ldi. Bu javob E javob ekan. Endi 980 qo'shilgan 57 emas, masalan, xohlagan boshqa son 953 qo'shilgan, masalan, 88 teng qiymat bitta qo'shamiz. Necha bo'ladi? 1041 bo'ladi. Nima bo'lar ekan? Baribir mana e'tibor bersangiz, A 9 ga teng mana. M ni ahamiyati yo'q. 8 bo'lib kelasam, F baribir o'zgarishsiz qoldi 1. Ya'ni 1 ning 8 plus 8-inchisi qo'shilgan A 9 F 1. Baribir 10 chiqadi javobi. Xohlagan misol olsak shunaqa bo'laveradi. Endi 876 qo'shilgan 85 desalaringiz bo'lmaydi. Sababi to'rxonali chiqmay qoladi. Shuning uchun 900 bilan boshlanishi shart. Xayollaringizga kelgan 910 yozib, masalan 80 emas 92. 95 yozsak ham baribir javob 1005 A 9 F 1 M 95 1 ni 9 plus 5-inchisi plus 9 ning 1-inchisi yana 10. Demak, ishlanish yo'li shunaqa ekan. Hamma vaqt bir xil chiqar ekan. Faqat asosiy shart bajarilishi kerak. 3 xonaliga 2 xonalini qo'shib 4 xonali son hosil qilish kerak. Shundagina javob bir xil chiqadi. Endi keyingi misol 25-misol ko'ramiz. Bunda 1 2 3 15 17 23 24 169 289 361 sonlari berilgan. Shu sonlar ketma-ketlikda nechta son bor deyilgan. Sonlar nechtaligini topishimiz kerak. 1 son emas, murakkab son ham emas. Chunki bo'luvchi bitta 2 son, 3 son faqat o'ziga va 1 ga bo'linadi. 15 3 ga bo'linadi, son emas. 17 son 1 bilan 17 ga bo'linadi, boshqa songa bo'linmaydi. 23 son 1 ga bo'linadi, 23 ga bo'linadi, boshqa songa bo'linmaydi. 24
2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 169, 13 ga bo'linadi. 13 kara 13 169. Shu uchun bo'lmaydi. 289 17 ga bo'linadi. 17 kara 17 degani. 361 19 ga bo'linadi. 19 kara 19. Shu uchun bular ham son emas. Demak, nechta ekan? 2 ta, 2 ta, 4 ta son bor ekan. Bunday javob 25 dan bejavob. Keyingi misol ko'ramiz. 28-misol ko'ramiz. Shu joyda birinchi darsga uyga vazifa bo'ladi. Kvadratlarni yodlaysizlar. Kvadrat degani masalan 10 ning kvadrati 10 kara 10 degani 100 bo'ladi. 15 ning kvadrati 15 kara 15 225. Masalan 28 ning kvadrati 28 kara 28 degani 784. 30 gacha yodlaysizlar. 30 kvadrati 30 kara 30 9. Keyin buni o'chirib boramiz darslar davomida. Masalan, men hozirda 50 gacha bilaman, undan yo'q kerak emas. 49 kvadrati 2401 yoki 42 ning kvadrati 1764 adashmasam. Shunaqa. Endi demak, 10 ta kvadratni yodlash, 30 gacha kvadratni yodlash uyga vazifa ekan. Mana 289 17 ga bo'linishini bildik. Agar bo'linishini bilmaganimizda edi, kvadratlikni bilmaganimizda tutqunlik bo'lib ketib xato qilishimiz mumkin edi. Va keyinchalik ham vaqtni tejash uchun ildiz mavzularida bu kvadratlar matematikada vaqt tejash uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun ularni yodlash kerak. Imkon qadar. Keyingi 28-misolni ishlaymiz. 28-misolda 4 ning 12-si qo'shilgan 4 ning 12-si qo'shilgan 4 ning 12-si qo'shilgan 4 ning 12-si berilgan. Savolda aytgan yig'indining yarmini hisoblang degan. Deb qarasak, 4 ta 4 ning 12-si bor. Yarmini toping degani uchun biz ikkitasini o'chirib, ikkitasini hisoblab qo'ysak, hech kim bizni urishmaydi. Yarmi bu. Yoki o'zini hisoblab oxirida 2 ga bo'lsak ham bo'ladi. Endi 4 ning 12-sini nechta ko'ryapmiz? 2 ta ko'ryapmiz. Shuning uchun shuni 2 ko'paygan 4 ning 12-si deb yozsak bo'ladi. Sabab mana 5 plus 5 ni o'rniga biz 2 ko'paygan 5 deb yozsak bo'ladi. Qo'shsak va ko'paytirsak bo'ladi. Shu ko'rinishda yozdik. Endi bu yerda 4 ni o'rniga 2 ni kvadrat deb yozamiz. 2 ni kvadrati 4 ga teng. 2 kara 2 4. Uning yana 12-darajasi bor. 12-si deydi. 2 ko'paytirilgan 2 ning darajalar bir-biriga ko'paytiriladi. Keyingi darsda darajani qo'shimlarini o'tamiz. 2 ni 12 ga ko'paytiramiz, 24 bo'ladi. Bu yerda 2 dan nechta bor? Bitta bor. Birinchi daraja yozilmaydi odatda. Bo'lsa ham bo'ladi, yozmasa ham bo'ladi. Endi mana shu ko'rinishda asoslari bir xil bo'lsa, mana bu ham 2, bu ham 2 ko'payadi. Shunda darajalar qo'shiladi. 2 ni 1 plus 24-si, 2 ning 25-si bo'ladi javob. Endi nega qo'shiladi degani bu? 2 ning birinchisi ko'paygan 2 ning 24-si degani bu 2 dan 24 ta ko'payapti degani. 24 ta. Endi bu ham 2 bo'lgani uchun keyin mana 25 ta bo'ldi. 2 ning 25 tasi ko'paygan uchun tepasi 25 bo'ldi. Shuning uchun darajalar qo'shilar ekan. Demak, bunday javob A javobda berilgan ekan. 25. Shunaqa bo'ladi. Demak, birinchi darsimiz tugadi. Mana oralardan misollarni ishlab berdim. Orasida qolgan misollar uyga vazifa bo'ladi. Mana kitobni sotib olishni tavsiya qilaman. Juda arzon, mana 12 ming so'mga oldim. Shunday kitob bo'lsa, onlayn dars bo'lsa bo'ladi, bemalol. Elektronisini ko'rib, videoni to'xtatgandan ko'ra kitob, daftar, ruchka bilan dars qilgan ma'qul.
Orasida qolgan misollar, masalan, 2-misol qoldi, 3-misol qoldi, 7-misol, 8-shular qoldi. Bularni video dars orqali uyga vazifa degan gruppaga tashlab jo'natib boraman. O'zingiz mustaqil ravishda ishlab ko'rasiz, ishlolmaganlaringizni o'sha video darsdan ko'rib o'rgansalaringiz bo'ladi yoki ishlaganlaringizni tekshirib olsalaringiz bo'ladi. To'plam bo'yicha birinchi darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'linglar.